Jem Mobile'da ne gap so'z? Qanday yangilik? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rib turganlaringizdek, bir partiya notebooklarimiz keldi, ularni sotib qo'yib, yana qaytadan toza partiya notebooklar oldim. Biroq o'tgan safargiday 10 dona sovg'asi bilan. Shu ko'rib turgan sovg'alar bor haligacha. Yana komplekt ichida naushniги, kolonkasi, shnuri, spreyi, bu yoqda kabel, mishkintina qo'ya tag'in. Buna klaviaturaga stikerlar, keyin klaviatura mishkisi bilan birgalikda. Qanday notebooklar bor aga, ayting o'zingiz. Qat so'lamay bitedingizmi? Yo'q. Игровочный ham bor, dasturash muqallimlar uchun ham masalan, arxitektura uchun ham bor. Ha. Ya 3D Max bilan sizlar ishlaydiganlar uchun ham, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda eng byudjetli, misol uchun qurig'ana o'zim Excel ishlayman, qurib dokument taxlayman, ishima kerak desangiz, undan ham bor, игровой notebooklar ham bor. Eng elde игровой notebook bu bo'ladi. Undan tashqari, bu yoqda bir chetdan o'zingiz kelib ko'rsangiz bo'ladi va siz izlab turgan notebook agar kelib qaraganingizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, может kelasiz bizaga Zakazga oldirib beramiz. Qanday xohlagan turini oldirib beramiz. muammo yo'q. Muammo yo'q hech qanday. Esa ko'rib turganingizda mana shu narsalar notebookning o'zining yonidan qo'shib beriladi olgan vaqtingiz. Naushnik ham mana ko'rib turgan xullas anag'inda kerak hamma narsa sizga shundancha beriladi. Notebookning yanında. Sizni aytib beramiz. Muallimlar kelsa, masalan, ish uchun kerak bo'lsa, notebook taxlab beramiz, chiroyli etib, skidkasi bilan aytib beramiz. Muammo yo'q. Agar oylikda to'layman desa, muddatli to'lovga taxlab beraveramiz. Har oy to'lab beraveradi. Ajoyib. Unda kelasizdan o'zingiz xohlagan turdagi notebooklarni xohlasangiz, naqd pulga xohlasangiz, muddatli to'lovga ham xarid etsangiz bo'ladi bemalol. Kelib turib endilikda o'zingiz xohlagan barcha turdagi notebooklarni sovg'alari bilan olsangiz bo'ladi va bu videoni shunday davlat ishida o'z faoliyatini yurgizadigan va notebookga zarurati bo'lgan tanishlaringizga berib qo'yinglar.